Rasulullohning vafotlari. Fotimai Zahro onamiz juda hassos va nozik qalbli ayol edilar. Biror kimsaning mahzun bo'lishini istamas, azoblanishiga bardosh berolmasdilar. Allohning rasuli, sevimli otalari biror xastalikdan bezovtalanishlari bilan darhol huzurlariga kelib, xizmatlarini ado etardilar. Hijratning 12-yilida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 60 yoshlardan o'tgandilar. Bir kuni betoblanib qoldilar. Boshlariga qattiq og'riq kirdi. Otalarining chekayotgan iztiroblari Fotima onamizni juda qayg'uga solar va voh otajonim deb qayg'ularini oshkor etardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sabrli bo'l qizim, sabr go'zaldir deb marhamat etib qizlariga tasalli berardilar. Bir kuni bemorlik zo'raya boshlab, otashin harorat ichida ekanliklarida atrofdagilarga shunday marhamat qildilar: ey odamlar, siz menga qarshi birorta ham dalil topolmaysiz. Zero men faqat Allohning kitobi Qur'oni Karimning halol qilganlarini halol, harom qilganlarini harom qildim. Ey qizim Fotima, ey ammam Safiya, Allohning dargohida maqbul bo'ladigan amallar qiling. Ya'ni menga ishonib, dangasalik qilmang. Chunki men sizni Allohning iztiroblaridan qutqara olmayman. Eng og'ir ahvolda ham ummatining oxiratini o'ylab, qadrli insonlarni ogohlantirib qo'yishni unutmadilar. Alloh taolo insonlarga faqat bajargan amallariga yarasha ajr berishini ma'lum qildilar. Ularni faqatgina iymoni va amali qutqarishini ta'kidladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dardlari og'irlashgan sari ummatlari haqida yana ham ko'p qayg'urar va ularni jahannamning dahshatli alangasidan saqlab qolishni istardilar. Shu sababli atrofdagilarga shunday der edi: namozga diqqat, namoz o'qishda davom eting deb tavsiya etardilar. Islom dinining bosh ustuni yaxshi muhofaza etilishini va doimo sarbaland tutilishini ishorat qildilar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durudu salovatlar bo'lsin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Azizlar, eshittirishlarimiz ma'qul bo'layotgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Yana qanday ma'lumotlar haqida bilishni istasangiz, kommentariyamizga yozib qo'ying.